Bugun siz bilan ajoyib bir-biridan chiroyli bo'lgan stikerlarni birgalikda yasaymiz. Qani, Telegram kerak bo'ladi. Bizga saqlangan xabarlarga kirib olamiz. Xabarni oldidagi stiker rasmini bosib olamiz. Mana shuni tanlab olamiz, ustiga bosamiz. Pastga surganimizda plus belgisi chiqadi. Mana plus belgisini ustiga bosib olamiz. Bosganimizda bizda shunaqa rasmlarimiz chiqadi. Buni ichidan o'zimizga stiker yasamoqchi bo'lgan rasmni tanlab olamiz. Mana men tanlab oldim. Ustiga 2 marta bosasiz tanlab olgan rasmingizni. Ustiga bosib olamiz. Bosganimizda obyektni qirqib olish degan joy chiqadi. Mana obyektni qirqib olish ustiga bosamiz. Hozir shu bizga tanlagan rasmimizni qirqib beradi. Ikki marta bosamiz, mana qirqib berdi. Tagi qalamcha turgan joyini bosib, o'sha joyga kirib olamiz. Pastda chizma, stiker, matn degan joyi chiqdi. Stiker joyini bossak, stikerlar tanlab ustiga qo'yamiz. Matn joyini bosib oldim. Xohlagan matnni yozib olishingiz mumkin o'zingizga kerakligini. Pushti rang turgan joyini bosib, boshqa ranglarni tanlab olsangiz ham bo'ladi. Bu yoqda, bu chekkada bo'lsa, yozuvlarni o'zgartiradigan joyi bor. Undan xohlagan yozuvingizni tanlab olishingiz mumkin. Qiya yozuv bor, naqshli yozuv bor. Xohlaganingizni tanlab yozasiz. O'zingizga yoqqan yozuvni tanlab olishingiz mumkin. Rasmni kichkina qilib turib, yozuvni xohlagan joyingizga moslashingiz mumkin. Tepaga qo'yib, pastga qo'yib, xohlagan joyingizga. Mana rasm degan joyini bossak, galereyadan yana bitta rasm qo'yishingiz mumkin. Mana yerda turgan stikerlarni xohlaganingizni qo'yishingiz ham mumkin. Boshqa joyda qirqib olgan rasmlaringizni buni ustiga qo'yib, rasmlar qo'shib ishlashingiz mumkin bemalol. Programmada qirqib olgan rasmimni qo'ydim. Men qaysi programmada qirqib olganimni programmani shu gruppamga tashlab qo'yaman. Ham xohlaganingizni qo'yishingiz mumkin. O'zingiz fantaziyangizga, didingizga bog'liq. Keyin buni ustiga bossangiz, nusxalash degan joyi chiqadi. Nusxalab olasiz. 2 ta, 3 ta, 4 ta xohlaganingizcha ko'paytirib, nusxalab chiroyli qilib bezatib olsangiz bo'ladi. Endi chap tarafda turgan nimadan o'sha qo'ygan narsamizni katta kichik qilishimiz mumkin. Tepaga surib, pastga surib, chap tarafdagi o'sha nimadan ishlatyapman-ku. O'ng tarafdagi to'g'ri belgisini bosamiz. Undan stikerimiz tayyor bo'ldi. Shaklini har xil qilib katta, kichkina qilishimiz mumkin. Keraksiz narsalarni o'chirishimiz, o'chib ketgan narsalarni tiklash degan joydan tiklab olishimiz mumkin. Pastda kontur qo'shishdan kontur orqasiga nima tushirishimiz mumkin. Bu joyidan rangini tiniq,
xiraroq qilib rangini aniq yarkiroq ko'rinadigan qilishimiz mumkin bo'ladi. Xohlaganingizcha qilib olsangiz bo'ladi, tiniq xiraroq qilib. Men asosan tiniq qilib ko'rsataman, stikerlar chiroyli chiqadi. Mana kontur qo'shdim. Hozir konturni mana bu joyidan katta kichkina qilib olsangiz bo'ladi. Qo'shmasligingiz ham mumkin kontur. Endi stikerni yuborish, saqlanganga kiritish, stiker to'plamiga qo'shish. Men stiker to'plamiga qo'shishni tanlaymiz. Mana buni tanlab olganimizdan keyin bizda hali stiker to'plami yo'qligi uchun yangi stiker to'plami degan joyni bosib xohlagan so'zingizni yozishingiz mumkin. Stikerga ismingizni yozasiz, stikerni nomi, stiker zakaz qilgan odamni nomini yozib stikerni tuzish degan joyni bosasiz. Ozgina sekinroq aylanib stikeringiz tayyor bo'ladi. Shunda plastik karta stikeri ham shunday yasaladi. Ana stikerimiz tayyor bo'ldi. Stikerni tahrirlashni bosamiz. Tahrirlab bo'lgach tayyorni bosamiz. Stikerni yuborish. Ana stikerimizni yubordik. Birinchi stikerimiz tayyor. Yana stiker yasash uchun plus belgisini bosib, o'sha joydan xuddi men qilgandaqa qilib, yana qaytadan takrorlab, yana stiker yasashingiz mumkin. Stiker yaratish yoki mavjud stikerni qo'shish. Siz mavjud stikerni qo'shish joyidan kirib, boshqa stikerlarni qo'shib olishingiz mumkin. Shu stikerni belgilab, stikerlarimiz ichiga qo'shib olamiz. Ana qo'shildi stiker. Stiker yasashni, mavjud stikerni qo'shishni ham o'rganib oldik. Endi stikerni yubordik. Stiker zakaz qilgan odamga bitta yubormasdan ana shu 3 ta nuqtani bosib stikeringizni bitta fayl qilib yuborasiz. Mana ulashishni bosasiz. Tanlangan odamni bosib uni tahrirlab olishingiz mumkin. Ismini o'zgartirib olishingiz mumkin. Xohlagan ismingizni qo'yishingiz mumkin, nomini o'zgartirib. Keyin o'sha ulashishni bosib yuborishingiz ham mumkin. Tepadagi stikeringiz fayli bilan nechta bo'lsa hammasini yuborasiz shunda. Yuborishingiz mumkin. Mana stikeringiz papkasi bilan yuborildi. Sizni birinchi yasagan stikerlaringiz shunaqa qilib tayyor bo'ldi.